Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Redcode'da yana bitta masalasini ko'ramiz. Keyingi challenge bugungi kunga yangi masalasini ko'ramiz. Tak. Masala matematikaga oid va juda qiziqarli masala. Mohiyatni tushunib yetish uchun bitta formularni o'zi yetarli va shu formulaga sal chuqurroq yondashish kerak bo'ladi. Tak, masalani oti trailing zeros. Factorial trailing zeros. Xo'p, kod juda qisqa, lekin mohiyati ancha katta bo'ladi. Tak, matematikaga oid. Bu yerda nima deyilyapti? N soni kirib keladi. Hamma matematikada bilgani kabi faktorial kirib kelgan n sonni o'sha songacha birdan bo'lgan sonlarni yig'indisi. Tak. Ya'ni qanaqa bo'ladi? 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 bu 3 faktoriali bo'ladi. Agar n'imiz 3 ga teng bo'lsa, 3 faktorial bu ko'rinishda yoziladi. 3 unduv degan 3 va unduv belgisi ko'rinishida yoziladi. Ya'ni 3 va unduv ko'rinishi mana bu songa teng bo'ladi. 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3. Buni javobi bo'lsa 6, ya'ni 3 faktorial 6 ga teng bo'ladi. 5 faktorial bo'lsa 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 va ko'paytirilgan 5. Bu bo'lsa 120 ga teng bo'ladi. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24, 24 kere 5 120. Tak, faktorial shu ko'rinishda bo'ladi. Bilmaganlar uchun bir bor eslatib o'tib ketdim. Tak, endi bizda nima deyilyapti? Qanaqadir n soni bizga kirib keladi va biz o'sha sonni faktorialini hisoblaymiz va faktorial oxirida, sonni oxirida masalan 120 chiqib qoldi bizda 5 faktorial. Oxirida nechta nollar saqlaydi degan savol kelyapti. Tak. Masalan bizga 10 faktorial kirib kelsa, bu juda katta son bo'lib ketib qoladi. Agar 100 faktorial kirib kelsa, bundan ham katta son bo'lib ketib qoladi. Bizda kirib kelishi mumkin bo'lgan son 10 ni 4-darajasi. Bu degani 10 ming. 10 ming faktorial intga sig'ishi juda ham qiyin. Umuman intga sig'maydi, даже longga ham sig'maydi. Buni hisoblashni matematik yo'li mavjud. Sizlar o'zingizlar bilgan yo'lda, ya'ni miyaligi kelgan yo'lda yechib ko'rishingiz mumkin. Videoni pauza qilib, men bo'lsa mohiyatda bir bor tushuntirib o'taman, kodni yozib beraman keyin. Tak. Bizda qaysi sonni faktoriali qaysi sonlarni ko'paytmas ekan dedi. Ya'ni n sonni faktoriali birdan n'gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasi dedi, to'g'rimi? Tak, endi birdan n'gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasligini bilganimizdan keyin biz oxirida 0 bo'lishini qayerdan bilamiz? Undiga qaysi songa ko'paytirilsa oxiri 0 bo'lyapti. Qaysi songa ko'paytirilsa degani 10 ga ko'paytirilsa oxirida 0 soni, ya'ni raqami mavjud bo'ladi sonning orqasida ergashuvchi 0. Ya'ni liboy son 25 10 ga ko'paytirdi. Nima hosil bo'ldi? 250 soni hosil bo'ldi va oxirida ergashuvchi bitta 0 bor. Ya'ni 5 faktorialni misol qilib olaylik. 5 faktorial 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5, to'g'rimi? Ya'ni bizda hozir bu yerda 10 yo'q, lekin 10 ni yasashimiz mumkin. 2 va 5 sonni ko'paytmasini 10 deb olamiz. Ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3. 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 bu 12 ga teng. 10 ko'paytirilgan 12 va bu bizga 120 ni beryapti. Tak. Endi bizda orqadagi ergashuvchi 0 soni sonimizdagi faktorialimizdagi 10 soniga teng ekan. Ya'ni nechta 10 ni yasalsak, shuncha oxirida ergashuvchi 0 bo'lar ekan sonimizdan, oxirdagi ko'paytmamizdan. Endi biz 10 sonini qanaqa hisoblaymiz? Ya'ni 10 faktorial bo'lgan taqdirda ham bizda bitta 2, bitta 5 bor, bitta 10 bor.
10 ham bitta 2 bitta 5 deb olsak bo'ladi. Ya'ni 10 faktorialni ichida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 10 soni bor. Buni ham biza bir shu joyini kopiya qilib olaman. Oxirgi 10 ni 2 ko'paytirilgan 5 deb olsak bo'ladi, to'g'rimi? 10 ni beradi. Hop, bizda bitta 2 ta 2, 2 ta 5 bor. 2 ta 2 2 va 2 ta 5 bor. Endi bundan 2 ta 10 ni ham solamiz. Oxirida 2 ta ergashuvchi 0 bo'larmikin, yo'qmikin? Hozir buni bitta test case qo'shib tekshirib ko'rsam ham bo'ladi. Return 0 qilaman. Prosta test case tekshirib ko'rish uchun bu programma o'zi hisoblab javob manmi qiymati degan narsani beradi menga. Takrar qilaman. Tak, mana oxirida ergashuvchi 0 soni 2 ta deyapti 10 da. Ya'ni biz to'g'ri hisoblaymiz, lekin hamma sonni hozir men nechta 2 nechta 5 borligini hisoblab chiqishim bu juda ham qiyin bo'lib ketadi. Ya'ni 6 ning ichida 2 bor, 8 ning ichida 3 ta 2 bor, qaysi sonning ichida nechta 2 borligini hisoblashim juda ham qiyin bo'lib ketadi. Yoki 5 ni hisoblashim. Masalan, tasavvur qilinglar, qaysi son bor bizda 10 ta 2 qatnashadi. Lekin 5 la soni 6 ta. 6 ta 5 qatnashadi. O'sha payt biz minimumini olamiz, chunki 10 ta 2 bilan 10 ta 10 ni ham solmaymiz. Faqat 6 ta 5 va 6 ta 2 bilan 6 ta 10 ni ham solamiz. Shuning uchun oxirida ergashuvchi 0 soni 6 ta deyiladi. Ya'ni minimum oladi. Va biz har doim bilishimiz kerakki, qaysidir sonda har doim 5 la soni 2 la sonidan kamroq bo'ladi. Chunki 5 soni 2 dan kattaroq va 5 soniga yetib kelguncha ham 2 la soni 3 ta bo'ladi. Ya'ni 5 faktorialni ko'ringlar mana. 1 2 3 to'g'ri ham 2 ko'paytirilgan 2 deb olaman. Ko'paytirilgan 2 va 5. 3 ta 2 bor. Lekin 5 bitta. Har doim 5 la soni kichkina bo'ladi. Ya'ni 5 la necha marta qatnashgan bo'lsa, shuncha 0 la oxirida ergashuvchi 0 la mavjud bor degan qonunni o'zimizga keltirib chiqarsa bo'ladi. Tak, endi o'zi 5 la qancha marta qatnashgan? Bu savolni topish uchun 5 ga bo'lib ko'rishimiz kerak. Ya'ni 100 sonini olaylik masalan. 5 ga bo'lamiz. 20 chiqadi. 20 ta 5 qatnashdimi endi? Buni ham bitta test case bilan tekshirib ko'rsa bo'ladi. 20 ta 5 qatnashdi, to'g'ri. Endi 20 ta oxirida ergashuvchi 0 bormi degan savol bor. Buni bitta tekshirib ko'ramiz. Tak. Return 0 qilib ko'raman. Ayyo, men 20 sonini berib qo'yman, 100 sonini berishim kerak edi. Tak, run qilib ko'ramiz. Tak, javobimiz 20 chiqmadi, 24 chiqdi. Nimaga 24 chiqdi degan savol bo'lishi mumkin sizlarda. 5 la soni 100 ichida 20 ta, lekin qaysidir sonlar borki, u o'zida bitta 5 saqlamaydi. 2 ta 5 saqlashi mumkin. Ya'ni 25 soni. Bu degani 5 ko'paytirilgan 5. Ko'paytirilgan 5. 50 soni. Bu 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5. 75 soni. 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5. Va 100 soni ham bor. Bu 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5. O'zida 2 ta 5 taqlidyorlarini hozir bu bitta 5 taqlidi deb o'tib ketyapti agar 5 ga bo'larsam. Lekin 2 ta 5 saqlashini tekshirmayapman, 2 ta 5 taqlidimi yo'qmi? Shuning uchun 20 ta chiqyapti. Lekin 2 ta 5 taqlidyorlari 4 ta hozirgi holatimizda. Va shu 4 ta sonni ham qo'shdi, bizga javob bormi? 24 degan aniq javob.
lekin 3 ta 5 saqlaydigan sonlar bor. Masalan, 125 dan boshlanadigan yoki 4 ta 5 saqlaydiganlari bor. 625 dan boshlanadigan sonlar yoki 5 ta 5 saqlaydiganlar bor. 3125 dan boshlanadigan sonlar. Sizlar agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ketma-ketlikni, ya'ni patternni ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Biza sonni nima qilishimiz kerak? 5 kvadratlarga, ya'ni 5 darajalariga bo'lib borishimiz kerak. Ya'ni 3 ta 5 saqlash uchun son 5 kubiga bo'linishi kerak. 4 ta 5 saqlash uchun 5 4-darajasiga bo'linishi kerak. Son 5 4-darajasiga ham bo'linyaptimi? Ya'ni 4 ta 5 saqlaydigan son u sonning ichida bor. Ya'ni o'sha sonni ham biz javobga qo'shib ketishimiz kerak. O'sha 5 lar orqali ham 10 yasalishi mumkin degan yechim kelib chiqadi. Tak. Javobni nima qilamiz? Birinchi bo'lib 5 deb 5 birinchi darajasi uchun o'zgaruvchi ochib olaman va result degan javob ochib olaman 0. While deyman, qaysidir songa kelaman, u o'zida masalan 100 sonni oldim. 100 soni o'zida 5 kubini saqlamaydi, to'g'rimi? 5 kubi 125 dan boshlanadi. 3 ta 5 lik sonni saqlamaydi o'zida. O'shanda 100 da men 5 darajasiga bo'lsam 0 chiqadi. Ya'ni integer 0 nechidir chiqadi? 0 butun nechidir chiqadi? 0 butun 8 mi, 0 butun 9 mi? Shunga yaqin son chiqadi. Integer buni 0 deb qabul qiladi. O'sha payt men tugatishim kerak qidiruvni. Ya'ni n ni men m ga bo'lganimda teng bo'lmasa 0 ga davom etsam, 0 ga teng bo'lsa tugasin. Result ga bo'lsa qo'shib qo'yaman. N bo'lingan m va m keyingi safar 5 ga ko'paytirib keyingi darajasi uchun tekshirib ko'raman va return qilaman resultni. Endi bitta javobni ko'rishimiz mumkin. Har bitta holat uchun ishlash kerak. Mana holatlarimiz uchun ishlayapti. Xohlasangiz bitta randomdan generatsiya qildirib ko'rishimiz mumkin. Oxirgi bash qismidan olaman 971, chunki kirib kelayotgan qiymati uchun bu juda katta bo'lib ketib qolishi mumkin. 971 olib ko'raman, tez kes ishlatib ko'raman. Har qanday holatda ishlayapti. Butunligicha ham tekshirib ko'rsa bo'ladi. Integerga sig'adigan bo'lsa raqamimiz hisoblab beriladi. Mana integerga sig'madi dedi. Buni oxiridan ikkita raqamni o'chirib tekshirib ko'raman. Integer emas, bizda nima berilgan edi? 10 ni 4-darajasidan kichkina bo'lishi kerak. Tak. 5935. Bu holatlar uchun ishlayapti, hammasi uchun. Submit qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Deyarli hammada shunaqa javob. O'ylaymanki bu qiziq bo'ldi, chunki o'zimga ham qiziq bo'lgani uchun mana shu savol haqida video olishga qaror qilgan edim. Agar chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsanglar, dokumentatsiyalar bor. Internetda bu masala to'g'risida, ya'ni ergashuvchi, ya'ni trailing zeros hisoblagani Wikipediyada bo'lishi kerak, aniq formullar va unga proof bo'lishi kerak, isbot. Shu yerdan ko'rsanglar bo'ladi. Letcode yechishda davom etasizlar. Salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat.